Chaqaloqlarga ham lahat ochiladimi deyishadi. Albatta, chaqaloqga ham lahat qo'llanadi. Bu odamzod o'ylash kerak, bir idrok qilish kerak. Mana kecha 95 yoshli bir ayolni ko'rdim. Bugun mana 2 kunlik chaqaloq. Shu ijtimoiy tarmoqlarda nima bo'lyaptiki, faqat zo'r mashina, latta-lutta, ovqatdan boshqa narsa dunyoga berib yuborargan qilib tarbiyalab qo'yyapti deyman ayrim blogerlarimiz. Sal mozorga kelib, eti tozalab, beti tozalab, odamlarni ham ziyorat odobiga o'rgatishsa yomon bo'lmaydi. Men nima demoqchiman? Qabristonni ziyorat qilinglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlarki, qabristonni ziyorat qilinglar. U sizlarga oxiratni eslatadi deydi. Mayli suvatibmidi, tozalabmidi, bir o'zini shuncha patpishishga boragan bir qani bir qabristonga olib chiqib bir hashar qildirishga aqli yetarmikan yoki faqat 3-4 so'm pul uchun reklama bilan o'tib ketarmikan? Endi gap egasini topadi-ku, endi aytmoqchi bo'lganligim, qo'llaringdan shuncha ish kelar ekan, sal bundoq o'zing uchun, o'zingdan keyinga qolargan ishlagan qo'l urib qo'ylaring. Faqat unga emas, bunga emas.